Shponka meva ham sotdi. Bir yil ekkan shponkami. Nariydan ko'chirib olib chiqdik a. Meva sotdi. Qizaryapti. Shuna qara. Bu ham Allohning ne'mati-da. Eng qizig'i mana bizni dehqonchiligimiz. Mana Aytlarda soya otib. ularni uzib shakarobga. Yana. Bugun dehqonchilikdan shakarob. Kelaverasizlar badringizdan mana. Badringlar mevalari. Bunu qarang. Voy deydi mana. Barra badring. Mana. Ashqar vaqtda 50 ta ekib bo'ldik. Bir kunda bittadan mevasini olsang 50 ta badring bor-da o'g'lim. Endi mana bizda atirgul. Bu qizil atirgul. Ya'ni men Zuhro deb nom qo'yganman bunga. Mana bu Tohir ham bor, oq atirgul. Endi bu yoqda dadam atirgul bu yoq. Dadam atirgul. Dadam atirgullardan olib kelib ekkan, mana gullayapti. Kichkintay. Ixchamgina kichkintay qilib valcha qilib qo'ydik. O'tgan ekkan o'zimiz mana bir dona bo'lsa ham har holda nishonaliga shunaqa meva sotdi. Xudo xolasa ne'matini yeb bilamiz nimaligini. Kartochkalar gullagan. Ko'lab ko'rsak, pelada kartochkalari bor, xudo xolasa.